Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Lexus NX 200 mashinasi bo'ladi. Akalar, sirazi informatsiyasini aytaman. Mashinamizda 2015-yil ishlab chiqarilgan, 2 litr motor bilan jihozlangan, probegi 197 ming kilometr bosib o'tgan, motori, ходовой, korobkasi, elektronikasi ideal. Ходовой 1 hafta oldin $2000 ga полностью qilingan. Mashinamizning saloni $2500 ga полностью обшит qilib, shumka qilingan. Yana undan tashqari $2000 akustikasi bor. Akalar, narxini ham sirazi aytaman. Narxi $21900. Egalar nomerini yozib qo'yaman. Srochniy aloqaga chiqinglar. Mashina полный top holatda. Bitta ko'ramiz. Juda ham chiroyli Lexus NX shahar ichiga Samiras oldi optikalari takoy. Juda ham chiroyli. Oldi oblisovkalari ham juda ham chiroyli. O'rta yangi balon, hattoki diskalarni ham mashinaga moslab sep qo'yilgan. Mashinamizda krugovой tonirovkasi bor. Endi sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursi ham juda ham chiroyli. Двойной выхлопной sistema, o'zini kamerasi, juda ham katta bagaji va juda ham chiroyli optikasi. Endi sizlar bilan interyerni ko'ramiz. Interyeri вообще chiroyli did bilan qilingan. Aytib o'tganimdek, mashinamizning interyerini полностью tiktirib qo'yishgan, ya'ni koja va alikantara bilan qoplashgan, полностью qizil strochkalar, hattoki qizil remenlar bilan did bilan kombinatsiya qilib qo'yishgan. Xo'p, o'zini multifunksiyonalniy ruli, cruise kontroli, avtomat korobkasi, multimediani boshqaradigan rejimlari, avto hold, parktronika, stabilizatsiyani o'chiradigan rejim, eko normal sport rejimlari va Android smartfon ham qo'yib qo'yishgan. Детский rejim, stiklopodъемniklar, bokovlarni boshqaradigan rejimlar. Mashinamizda полный full komplektatsiyada akalar. Narxi ham zo'r. Sababi mashinaga naqd $6-7 ming pul tiqib qo'yilgan. Narxi atiga $21900. Egalar nomerini yozib qo'yaman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Lexus NX 200.